Assalomu alaykum hammaga. Mang'it mol bozoriga keldik. Bugun birinchi kun. Olinibdi azon bilan 11 million 500 ga olinibdi. Yosh qochorimiz. Yosh qochorlarimizdan boshlaymiz. Va sog'in serlar bilan yakunlaymiz. Mana aka. Kichkina qochorlar. Narx qancha ekan ashullar? Assalomu alaykum. 6 million 500 mingdan aytilyapti ekan. Necha so'mga so'radi bozor? Necha so'mga so'radi? 58 dan so'radi. 5 million 800 dan so'ralibdi. Tama ko'p bazmi? 6 dan sal o'tdi. 6 milliondan sal o'tsa beraman dedi. Savdangizni bersin. Assalomu alaykum. O'gizlar dinni qochorlar dinida shunaqa. Yana yosh qochorga so'rab turganlarga ajoyib. Necha so'm ekan narxi? 8 million 500 aytilyapti ekan. Bozor qancha baholadi? 7 million 500 ga chiqibdi. Savdangizni bersin. Narxi qancha ekan? Assalomu alaykum. Narxi 8 million aytilyapti ekan. 8. Bu qochorimiz ham 8 million aytilyapti ekan. Savdosi bo'ladir. Jasam ekan narxi. Assalomu alaykum. 10 so'm aytib qo'ydim. 10 million aytilyapti ekan. Nechaga so'rayapsiz? 8,5 ga so'radim, 87 ga so'rab turibdi. 8 million 500 ga so'rab turibdi-kan bu yoshligimiz. 8 million 700 ga baholab ketdi, bermadim debdi. Savdosini bersin. Assalomu alaykum xala. Puli qancha ekan? 9 million aytilyapti ekan. Necha so'm ekan puli? 10 million aytilyapti ekan. Savdosi bersin. Savdosi bo'ladir. Sakkiz million 200 ga baholab turibdilar hozir. Savdosi bo'ladir. Bitsa beradi. Biz davom ettiramiz. Puli qancha ekan? 10 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga baholabdi? 7 million 500 ga baholabdi bozor. Narx qancha ekan? 10 million aytaman. 10 million aytilyapti ekan. Bozor qanchaga baholadi? 8 million so'radi. 8 million 200 ga so'rabdi bozor. Bozor 97. Necha so'm ekan narxi? Assalomu alaykum. 10 so'm. 10 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? So'rayapti. Yosh qochorlarimiz. Asta-asta ularag'ini o'taveramiz. Necha so'm ekan narxi? 10 so'm. 10 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 9 million 200 ga chiqib turibdi deydi. Qancha bo'lsa berasiz? 9 million 500 bo'lsa berib beraman deydi. Savdangizni bersin.
Jasam ekan narxi yaşlı. 10 million aytilyapti ekan. Assalomu alaykum. Jasam ekan narxi? Ha? Narxi jasam ekan? 10 million aytilyapti ekan. Assalomu alaykum. Qilinchasam ekan? 10 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 8 millionga baholabdi bozor. Videolarimizni sho'rnacha ko'rayotgan bo'lsangizlar, abuna bo'lmaganlar abuna, like bosmaganlar like bosib qo'yasizlar, teshkirib kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Videolarimiz xalqqa foydali bo'latirmi, iminli sizlarga foydasi bo'latirmi, yo'qmi? Iminli shu videoda kommentariyada yozib qoldiringlar. Foydali yoki foydasiz deb. Bir podдержка qo'yaringlar, qo'llab-quvvatlab. Like dadam, kommentariyada ham Allah'ımızı koyduğumuz. Blogerda. Assalomu alaykum. Salom, yaxshimisan? Gullanma nima? Bozor 97 Mang'itniki. Mang'itniki, молодец. Mang'itdan olib chiqibdi unda. Ha. Jasam ekan? Narxi 12 million aytilyapti ekan narxi. Jasam ekan bergisi. Assalomu alaykum. 11 deyapti. 11 million aytilyapti ekan. Akalar bir savol bor. Shunda videoga berishim xalqqa foydalimi, foydasizmi? Foydali bersin. Oo, kellanishimi yomon ne bo'lib turibdi hozir? Trendda. Sizlar hammangiz ne bo'lib ketdingizlar trendda. Foydali stavka. Hech. Молодец. Rahmat sana. Xalq bilib turadi-da, baqani neni. Ko'rib kerak. Hava. Shuna ozgina eksperiment qilib so'rov qilib o'tiryapti edim. Men telefonga like netversang, neng kirgizib. Bir reklama Men bilmayman-da. Kommentariyada sizlar o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bu muhim, iminli shu videoda muhim. Assalomu alaykum. Jasam ekan narxi 15 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 12 million 700 ga baholabdi bozor. Ajoyib. Bagaton qochib keting deb turgan qochorlardan 1-2 oy baqsanglar qochib ketadi, xudo xolasa ko'paytirib olaverasizlar. Nima 97? Hava. Sodasi bo'ladir. Jasam ekan narxi 12 million aytilyapti ekan. So'rayapsizmi? Qanchaga so'radingiz? 9 million 500 ga so'rayapti ekan. Bermay turibdi. Savdolarini bersin akamizning. Narx qancha ekan? 15 million aytilyapti ekan. Orqa tarafdan ko'rinishlari. Bozor so'radimi? Ha. Necha so'mga chiqdi bozor? 13 dan chiqdi. 13 milliondan o'tdi deydi. Soda. Ana ajoyib video baqmava. Bilashtirmaysizlar, sal tomog'im og'rigan, muzday suv ichib sal ishtavan tomoq. Ajoyib chiroyli, ko'rinishlari zo'r. Narxi 18 million aytilyapti ekan. Necha tug'an ekan bu? Necha tug'an ekan? 3 tug'an ekan. Sovib o'tiribsizmi, yo'qmi hozir? Sovilmay turibdi ekan. Cho'tka ishlayapsan. Uyingga borib ko'r, yaxshimi? Bugun kechqurun ko'raver uyingga borib. Assalomu alaykum. Qisirmi ekan bu? Qisir ekan. Necha tug'an ekan bu? 3 tug'an. 3 tug'an deydi. Puli qancha ekan? Puli 10 million. 10 million so'm ekan. Men efirlarda sizlar bilan yog'i efirime kirgan odamlar bilan suhbatlashib o'tirganimda iminli shunday mallarni aytib o'taman. Hozirgi kunda shunday mallarni olsangizlar, utasizlar. Mal oluvchi akalar, ukalar
Chunki sal yana arzonroq ana shunday mollar. 1-2 oy baqsanglar qochib ketadi. Tezda ko'payadi mollaringiz. Sovun yerlarga o'tamiz. Bolasi o'gitchaman. Qachar ekan bolasi? Nechanchi bolasi ekan? 3-chi bolasi. Necha litr suti bor ekan? 5-6 litr suti bor deydi. Azon kech. Necha so'm ekan narxi? 20 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 18 millionga baholagan. Mana bu joyga. Akamiz. Malımızda o'jaga yo'q ekan. Sog'liq turpan 6-7 litr suti var. 6-7 litr suti bor ekan. Bo'ldi. Narxi qancha ekan? 16. 16 million aytilyapti ekan. 6 oylik bo'g'oz ekan bu. Bergi balasi qachorman? Qachor ekan balasi. Nechanchi balasi ekan? Buning nechanchi balasi? Aytqancha. Qarnindagi. Ikkinchisi. Necha litr suti bor ekan? 3 litr suti bor deydi. Yillari. Narx qancha? 17 million ekan. Telefon nomeri aytasizmi? 88 dan 360 11 13 Manzil Guliston. Telefon qilaverasizlar. Shu ikkovimi yo bormi yana? Uyda var. Uydadan bor deydi. Telefon qilaverasizlar. Balasi qacharmagan, o'gizmagan. Assalomu alaykum. O'gitcha ekan balasi. Ajoyib qap-qora. YouTube'ga Sebep? xalqqa foydali bo'lsin deb. Nechanchi balasi ekan bu? 3-chi balasi. 3-chi balasi ekan. Azonki necha litr suti bor ekan? Yillari. Suti necha litr beradi? 2 litr beradi, to'sa beradi. Azonkichang 2 litr suti bor deydi. Puli qancha ekan? Narxi 20 million aytilyapti ekan. Savdangizni bersin. Ana balasi o'gitcha ekan. O'gitcha o'jak. Ajoyib. Yetishib qolgan. Assalomu alaykum. Necha litr suti bor ekan? 4 litr suti bor deydi. Nechanchi balasi ekan? Birinchi balasi ekan. Narxi qancha ekan? 21 so'm. 21 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 19 ga so'radi. 19 millionga chiqqan bozor. Nomer qoldirasizmi? Yo'q. Shu bozor sotib keting onda, savdangizni bersin. Narodniy qachar o'xshaydi ko'rinishidan. Akalarimiz savdo qilyapti. Balasi qachar o'xshaydi. Yillari. Ko'pchilik kelib alajoq vaqtini yellarini qaraydi. Yelni mayda qo'z, yo'q o'xshaydi deb o'ylamisizlar, chunki bolalarni bo'lsa yonimda emizib netib turganligi sababli salgina sut ham kamayib turgan bo'lishi mumkin. Sotib olganlaringizdan keyin uylaringizga olib to'ydirib, ajoyib o't yemlarni bersangizlar, sut berishlar ham a'lo darajada bo'ladi. Shuning uchun ko'proq ham ulqonligini, kichikligini qarab yurmaysizlar. Qachar ekan bolasi? Assalomu alaykum. Sementalmi ekan? Parodasi semental deydi. Necha so'm ekan narxi? 20 million? 20 million aytdi. Nechaga so'radi? 16 million 500 ga so'rabdi. Nechanchi bolasi ekan? O'jagini ayirib so'rayapti. Ha, o'jagini ayirdim. O'jagini ayirdim 7 million 200 ga so'rabdi. Nechanchi bolasi ekan? Ikkinchi bolasi ekan. Savdolarinizni bersin. Qacharman bolasi o'gitchaman? Qachar ekan, birinchi tug'ishgan. Yillari. Necha litr suti bor ekan yoshlar?
7 litr suti bor ekan. Narxi qancha ekan? 20 million aytilyapti ekan. Mana akamiz 3 molni tengini ushlab turibdi. Uchovining ham bo'jagiga bor ekan ana. Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan bular narxlari? 20 dan. 20 milliondan uchovi ham. Necha litr suti bor ekan bularning? Bunodan. Buni 7 litr, buni 4 litr sut beradi. 4 litr bergidani? Bergida 7 litr sut. 7 litr sut bor, orqada Og'ida 5 litr bor. 5 litr bor ekan. Ballari qacharma, bari qachar. Bari qachar. Ballardan bir qator tushirib o'tamiz. Nomer qoldirasizmi? Qoldiramiz. Ayting. 99 99 dan 284 284 81 81 00. 00. Manzil Mang'it. Mang'it telefon qilaverasizlar. Bundan tashqari bormi uyda tovlama? Bor, ko'p. Tovla, o'gitchalar, yosh qacharlar bormi? 25 bor, qachari bor. Bo'ldi, 25i bor deydi. Qacharlar, o'gitchalar baridan tovlat deydi. Aloqa chiqib, so'rab, surishtirib, gaplashib olaverasizlar narx-navolarni. Kelishtirib berasizmi telefon qiluvchilarga? Kelishamiz. Keyin olaveradi. Bo'ldi. Balasi qacharmagan o'gitchami? Qachar. Qachar ekan balasi. Nechanchi balasi ekan? 3-chi balasi ekan. Necha litr suti bor ekan? 3 litr suti bor deydi. 5 litr suti bor, azankech. Azankech 5 litr ekan. Bir kunligini ayt. Ha. Azankech 5 litr ekan. Azanda 3 litr, kechqurun 2 litr ekan qisqasi. Necha so'm ekan puli? 20 deyotirmiz, kelishib beramiz. 20 million aytilyapti ekan. Kelishib beramiz deydi. Yaxshi savdo. Kommunizm mollari. Kommunizmning mollari deydi. Necha litr suti bor ekan? 2dan 5 litr. Azankech 5 litr suti bor ekan. Balasi qachar. Qachar Shveddan. Balasi qachar. Shveddan qochgan deydi. Nechanchi balasi ekan? Birinchi o'jak. Birinchi o'jagi. Narxi qancha ekan? Narxi 20 aytaman. 20 million aytilyapti ekan. Bozor qanchaga so'radi? 17 ga qo'ydi. 17 millionga baholabdi bozor. Eksperiment o'tkazib berdi xalqaro. Shunda videoga olib berishim xalqqa foydasi bormi, yo'qmi? Shuni sizlar ham kommentariyada yozib qoldirasizlar, sizlarga foydali bo'latirmi, yo'qmi? Endi shu videoda. Qaysi? Qizil. 3 dan 6 litr suti bor. Telegramdan tashlamadingizmi? Yo'q. Shunday bir mol keldi, xudo xolasa reklamasi ham chiqadi, uyinda bag'ilib turgan ekan. Ko'rinishlari shundayroq. Narxlaridan berisini ham chiqarib beraman, xudo xolasa. 22 aytaman, buni bu yoq 17,5 so'rab turibdi, ozanda 18 so'rab berdi. Ozon bilan 18 millionga so'ralgan. Yoqda akamiz 17 million 500 ga so'rab turibdi ekan. Nechanchi balasi ekan? Birinchi o'jak, yigitishdi. Qacharmi? Ha, qachar. Qachar ekan balasi. Necha litr suti bor? 6 litr, 3 dan 6 beradi. 6 litr suti bor ekan, Azankech. Yemlasa yana ko'proq beradi bu. Yemagan Parodasi qanday buni? Angusga chatashi borda. Angus bilan chatishgan ekan. Telefon nomeri aytasizmi? 77 77 dan 355 355 79 60. 79 60 manzil To'lqin. To'lqinda. To'lqin Ofi deytonmaydi. To'lqin Ofi. Telefon qilaverasizlar, uyda bormi bu yakondan boshqa? Ya. Burada boğaz yeni doğadı. Ha, bo'g'azi bor ekan. Telefon qilaverasizlar, narx-navolarni kelishib olaverasizlar. Yillar ko'rinmaydi. Bolasi boshqacha paroda ekan. Birinchi tug'ishgan, menimcha. Yosh qachar chunki. 16 million 200 ga so'rab turtgan bu akamiz. 16,5 dan kamina bermayman deydi. Necha litr suti bor ekan? 4 litr suti bor ekan. Birinchi bolasi bo'la? Birinchi bolasi. 4 litr suti bor ekan. Assalomu alaykum. Bolasi o'gitcha-ku? Qacharma? Qachar ekan. Nechanchi bolasi ekan bu? 4-inchisi ekan. Necha litr suti bor ekan bu? 6 litr suti bor deydi.
Narxi 17 million. 17 million aytilyapti ekan. Sizlarga olaversin. Kelishimi bor deydi. Telefon nomerimni aytib beraymi? Ayting, uyda bormi? Bundan tashqari. Bo'ldi, ayting. 88 dan 359 359 86 86 manzil. Xitoy. Manzil Xitoy. Telefon qilaverasizlar. O'gitchalar, yosh qachonlar tug'ilami? Tug'iladi deydi. Telefon qilib so'rab surishtirib, narx-navolarni bilib olaverasizlar, o'zingiz kelishib. Bo'ldi, xudo xolasa. Ha, shu bilan yakunlaymiz. Yosh qachonlar sag'in serlardan. Ozgina efir qilib o'tishim mumkin. O'tib ko'radiganlar, efirlarni yo'lga qo'yib kirib, ko'rib, ozroq gaplashib, o yoqdan bu yoqdan maslahatlashib o'tiramiz. Kuzatib turgan hammaga rahmat. Qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bosmaganlar obuna bosin, like bosin. Kommentariyada imenni shu videoda kommentariyada yozib qoldiringlar. Bozorlarda shitib videoga syomka qilib yurishim xalqqa, ya'ni sizlarga foydalimi, foydasizmi? Foydali bo'lsa foydali deb yozib keting, foydasiz bo'lsa foydasiz deb. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Qudrat Jumabayev, Bozor 97 kanali bo'ldi.